Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlarga qaranglar, 2 etaj, 6 ta xona, 5 ta sanuzel xonasi bor ekan. 2 talab katta hol bor, yana podvoli ham bor ekan. Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Ohangrabo mahallasi. Shunda Qo'yliq bozordan bir 800 metr, bir 700 metrcha chiqadi. Keyin yana yangi Food City'ga bir 3 kilometr metro yaqin, stroymaterial bozor yaqin. Square Disla Oybek metrosiga shu yerdan 5 kilometr ekan. Gaz, svet, suv, bu yerda по-моему kanalizatsiya ham borga o'xshayapti. Bormi aka, kanalizatsiyasi ham bor ekan. Shu xonadonni men startiviy narxini aytaman. Endi egasi aytaveradi, shuncha rasxod qilgandan keyin. Siz o'zingizni bemalol taklifingizni bering. Menimcha naqd sanayman, yo menimcha men bunaqa qilaman deb bemalol 3 ta 4 ta oila joylashib olsa bo'lar ekan. Zo'r sharoit, kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Bu yo'lga yuraman deyaptilar. Gaplashsanglar bo'ladi. Balkim bir yarim yolchisini berib, qolganini 3-4 oyda beraman deysizlarmi? Egasi yaxshi inson ekan, o'zlariniki, o'zlari notariusda qo'l qo'yadigan odam. Bir ichkarilarni ko'rsatamiz. Bu qatta nech pul ekan narxi desanglar, $120,000 o'tadigan joylari bor ekan. Hammasi devorlarigacha pishgan g'ishtdan bo'lgan ekan. Zo'r mahalla, kattagina mahalla. Mana qurilishlar bo'lyapti bu yo'lda. Siz ham uy joyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, ana domlarni sotib, mana shaharda hozir domni sotib bemalol, bilasizlarmi, qanaqa bo'tni bitirib olsanglar. Zo'rda rasxoti bor. Men o'zimda hisoblasam bir 30-35 ming pulni 100% bitirishga rasxoti ham bor. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Siz uy egalariga bemalol takliflaringizni beringlar. Mana bu yerda podvolga tushirish shu yerdan ekan, to'rga to'r 3 metr balandlikdagi podvoli bor. Qorong'i, o'shaning tushmadik. Bu yerda отдельно mashina kirishga xod qilingan, bu yerda kalitga. Bismillahirrohmanirrohim. Paradni xod. Har bitta obuna bo'lib, shu videolarni tarqatib qo'ygan odamlarga bundan-da zo'rlari nasib aylansin. Hozir $1 million uy 470 mingmi bo'lib ketgan. Bundan keyin u yoqni syomka qilgani boramiz. Mana bu yerda yana plus do'koni ham bor ekan. Yaqinlarim, do'konga mo'ljallab 5 ga 5 kattagina balandligi ham 4 metrli do'konga mo'ljallab qo'yilgan. Negaki mahallada do'kon yo'q ekan. Hol bor. Holni o'zi bir 8 metrli hol. Pastda 2 ta xonasi, yuring. Bu yerda mana kattagina bir 8 metrga 4,5 metrli, balandligi ham 3,5 metrli kattagina zal. Bu yerda oshxonasi. Bu yerda 2-etajga chiqadigan, hozir ko'rsatamiz, sanuzel xona, orqasida havo aylanadigan joylari. Bu yerda mana oshxonasi. Oshxonasini ham G-obrazniy qilib qilingan. Kattagina mana panorama romli qo'ysa bo'ladigan, kanalizatsiyani turbalarini o'tkazib qo'yishibdi o'zi. Endi egasi aytaveradi. Siz bemalol takliflaringizni bildiring. Pastda egasini nomeri menimcha beraman desangiz, balkim ro'za Ramazon oylarida berib yuborishar. Pastda mana sanuzel xona. Общий 5 ta sanuzel xonasi bor ekan, yaqinlarim. Havo aylanib yotibdi. Katta romlarni qo'yasiz. Eshik romlar kerak bo'lsa, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, O'zbegim uylarida o'zimizga qarashli seximiz bor. Ancha arzon. Bu yo'g'a mana 2,5 metrga 5 metrli yotoqxona ekan. Bu yerda ham yotoqxona mana. 5 metrga 3,5 metrli yotoqxona. Bu yerda hol. Bu yerda bundoq qilib balkon qilsa bo'ladi. Mana balkonga joy tayyor. Zo'r mahalla. Yana bu yoq hol. Bu yerda yana yotoqxonamiz bor. Kattagina bir 8 metrga 4 metrli ichida sanuzel xonalari bilan yotoqxonamiz. Pishgan g'ishtlardan moshni qilib 1,5 g'isht qurilgan. Bu yerda ham общий mana sanuzel xona 2-etajda ham. Sanuzel xona ko'p ekan. Bu ham yotoqxona. 5 metr, 5,5 где-то 5 ga 4 metrli yotoqxona ichida sanuzel xonalari bilan. $120,000 kami bor. Mana zo'r joy. Lokatsiya zo'r. Yashnobod tumani. Pastda egasini nomeri. Nimaga bu arzon desanglar, o'rtakash yo'q.
Prямо egasi bilan gaplashasizlar. Sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tepada nomerlarimiz. Ani sotilgandan keyin beraman desanglar ham gaplashyapmiz. Boshiga ozgina rasxodga berasiz, qolganini sotgandan keyin beraverasiz. Kanalga obuna bo'lib, shu videolarni tarqatib qo'yinglar, Yashnobod rayonida qidirayotganlar. Shaxsan sizga qaysi rayondan kerak? Yozib yuboring, siz uchun ham qidirib topib kelamiz. Sog' bo'linglar, ketdik.